Islom tarixidagi eng buyuk voqealardan bittasi mana shu Isro va Me'roj voqeasi. Isro bilan Me'rojni ko'pchilik bitta voqea deb o'ylashadi. Ba'zan o'sha Isro deya Me'roj deb atashadi. Lekin aslida bu ikki xil voqea azizlar. Isro bu tunda sayr qilish degan ma'noni beradi. Me'roj degani esa arab tilidagi araja so'zidan olingan bo'lib, osmonga ko'tarilish degan ma'noni beradi. Payg'ambarimiz alayhissalomda haramdan Makkadan Quddusga tunda qilgan safarlari Isro bo'lgan. Quddusdan yuqoriga osmonga ko'tarilishlari Me'roj bo'lgan. Bu voqea azizlar nafaqatgina bugun, balki o'z davrida ham haqiqiy chin taqvoli, muhabbatli, sadoqatli musulmon bilan ko'r-ko'rona ergashayotgan, qalbida nifoqi bor odamlarni ajratib yuborishga sabab bo'lgan voqea azizlar. Shuning uchun ustozlar, ulamolarning tavsiyalarida Me'roj haqida ko'pchilikka unaqa chuqur gapirmanglar. Odamlarni tafakkuri, aqli qabul qilmasdan noto'g'ri gap gapirib qo'yib, ularning iymoniga ta'sir qilib qolish mumkin degan ko'rsatmalar bo'ladi. Shuning uchun bu haqida kamroq gapiriladi. Qanday qilib odam bir kechada shuncha uzoq kilometr masofaga, Quddus bilasizlar hozirgi Falastin, Makkadan shu joyga uchib borib keladi, keyin u yerdan osmonga chiqish mumkinmi deb noto'g'ri bir tushunchalarga borib qolmasin, iymoni zaif bo'lsa iymondan ketib qolmasin deb juda unaqa chuqur bu haqida gapirilmasdi. Hozir azizlar, biz 21-asrda odamzod o'zi yaratgan narsasi bilan kosmosga chiqayotganini ko'rayotgan odamlarmiz. Bugun bir nechta soniyalarda dunyoni bir chekkasi bilan bemalol ko'rib ham gaplasha olishga qodir bo'lyapmiz. O'sha maxsus uchoqlarda dunyoni xohlagan joyga uchyapmiz. Texnologiya shu darajada rivojlanib ketdiki, ba'zan insonni aqli lol qolyapti. Endi bugun biz uchun, mana shu asrda yashayotgan mo'min musulmonlar uchun Me'roj voqeasini gapirsa yo'g'ay deydigan holatda emasmiz. Ha deymiz. Inson Alloh bergan ilhom bilan shuncha narsa yaratyaptiki, Alloh taolo bundan kattasiga, bundan ham bizni ajablantiradigan holatga qodir. Qolaversa bugun biz butun dunyo ilmini o'rganib, aytaylik koinotni o'rganib, shuncha osmon, falak, yer, butun koinotlar osmonda uchib yurganini ko'rib, Alloh taolaning qudratiga qoyil qolayotgan insonlar albatta bu Me'roj voqeasini iymonan qabul qilamiz. Bu voqea azizlar payg'ambarligini 10-yilida deyiladi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga ko'p mahzunliklar yetgan davr edida. Hadicha onamiz olamdan o'tgan, amakilari Abu Tolib olamdan o'tgan. Rasulimiz alayhissalatu vassalam ularga juda xafa bo'lib, o'zlari o'sha mahzunlik yili deb e'lon qilganlar, ya'ni xafalik yili bo'ldi menga deganlar. Va Toifga borib, toifliklarda bir islomga chaqiraman deb borganlarda, toifliklarda masxaraga uchrab, toshbo'ronga uchrab, juda ham qalblari mahzun bo'lib kelganda, Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisalomni qalblariga bir xursandchilik, bir surur berishlik uchun mana shu Me'rojni, mana shu Isro hodisasini u zotga in'om qilgan.